Hozirdan 5 million so'm pulni uyiga yig'ib yurgan do'stlarga videoni jo'natib qo'yinglar. Hurmatli obunachilar, hozirdan kanalimizga obuna bo'lib qo'ymasanglar bo'lmaydi. Men sizlar uchun 2 dona mashinani hech qanaqa banksiz Nasiya savdoga 5 million so'm bilan chiqarib beraman. Videoni 5 million so'm puli borlarga jo'natib qo'yinglar. 5 million bilan avtokreditga Cobalt Gentra olgandan ko'ra Nasiya savdoga mashina mingan yaxshi. Mashinalarimizni holatiga ahamiyat beramiz. Nexia 2'miz 2009-yil 1.5 motorda. Motor, hadoy, korobka hamma joylari zo'r, kraskalari bor. Mashinamizda kamchiliklari yo'q, metan gazlarigacha bor, mikrofon, kolonka, chexol, polik hamma narsalari bor. Balon holatlari ham to'rdon archa balonlargacha qo'yib qo'yilgan. Nexia 1'imizga kelsak 2006-yil bo'ladi mashinamiz. Luklarigacha qo'yib qo'yilgan. Salon qismlarida mikrofon, kolonka, chexol, polik hamma narsasi bor. Gidrolikalarigacha bor. Mashina tayyor. Balon holatlariga kelsak, balonlari ham o'rtacha bo'lib turibdi. Hamma narsasi bor. Texnik motor, hadoy, korobkalariga garantiya beriladi. Videoni hozirdan 5 million so'm puli borlarga jo'natib qo'yinglar. Bunaqa variantlar faqatgina Xatirchi Avtobozor kanalida bo'ladi sizlar uchun. 5 million bilan yana $100 dokumentga xarajat qilasizlar. Mashinalarni 20 minutda kelib minib ketsanglar bo'ladi. Shoshilib qolinglar, bunaqasi kamdan kam bo'ladi. Hozirdan 5 million so'm pulni uyiga yig'ib yurgan do'stlarga videoni jo'natib qo'yinglar. Kelib 20 minutda Nasiya savdoga mashina minib ketadi. Oylik to'lovga kelsak 2 million 200 2 million 300 ming so'm atrofida qilib beraman bunisini. Bunisini eng kam 2 million 500 ming so'mdan oylik to'lovni qilib beraman. Kelaverasizlar. Bunaqa chiroyli variantlar Xatirchi Avtobozor kanalida bo'ladi. Tanlovda adashmanglar. Hozirdan kanalga obuna bo'lib, mana shu videoga like bosib qo'yinglar, do'stlarga jo'natib qo'yaverasizlar.